Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Kitob ro'yat xazinasi. Kitob millatning madaniyat daryosi va ma'naviy qiyofat maktabi. Kitobga inson qalbining eng nozik, eng sirli, eng yuksak durdonlari yoshirilgan. Yaxshi kitob bizga har bir fikrlaganda qalbimizda bir qatim silkinish yuz berdi. Yaxshi kitob bizning fikr ochqimizga o't yoqadigan ma'naviy chaqin. Yaxshi kitob bizga tafakkur qilishni, o'ylanishni o'rgatadi. Yaxshi kitob fikr tug'idi, bizning Hürmen dostlarının ma'naviyatini azroq bo'lsin g'idiqlab, ularga yangi uchur, yangi o'yinish ato qilish. Yaxshi kitobni tanlash, o'qish, uningdan bahrlanish kayfiyatini yaratish maqsadida Xinjiang televiziya stansiyasi bir kitob bir olam nomli bu programmani ta'sis qildi. Men program riyosatchisi Kurash Barat. Biz tunji san programmamizda Xinjiang xalq nashriyati yaqinda nashr qilib taqatgan hozirgi zamon Uyg'ur tili nomli 3 tomlik kitob haqida suhbatlashishni loyiq topdik. Aldı bilen ben bugünkü bu sohbetimizge iştirak kılgan iki aziz mihmanını tanıştırıp ötey. Arslan Abdullah, Xinjiang Üniversitesi'nin profesörü, doktor yetekçisi, o kıtatqıbelik stilistikisi, Uygur familileri tahkikatı, Uygur familileri kullanması ve 3 tomluk hazırki zaman Uygur tili katarlık kitaplarının baş düzgüçülüğünü üstüge algan. Abdurrahman Abay, Xinjiang Xalq baş neşriyatının başlığı. O 1990 yılı Abdunum rayonluq emgek namunachisi sharifiga, 1995 yılı Abdunum rayonning munavvar mutaxassisi nomiga, 2010 yılı 2. qatimliq Jungo nashriyat hukumat mukofotiga erishgan. Uyg'ur xalq eg'iz adabiyoti qomusi, Hanzucha Uyg'ur cho'ng lug'atning bosh muharrirligini ustiga olgan. Uyg'ur tili güzel hem fasahatli tildir. Sizdeki terakkiyat jarayonini bosqichlarni tushunishdan ahamiyatli. Til insonning mavjudligini, shundaqla uning ilm kamolatini va fazilatini to'g'ri o'lchab beradigan tarozidir. Alisher Navoiy bu vaqt mundaq misralarni yozdi. Ko'ngil xazinasining qulub yetildir va ol xazinaning ochqichi yetildir. Durdonar degan so'zni afsona bil, jahon dengizida so'zni sen durdoni bil. Onda qo'g'anda Abdurrahman aka bu kitobni qanday bir zurriyati bilan nashr qilishni o'ylab qoldinglar? Til insonlarningki aloqa quroli. Til insonlarningki tafakkur quroli. Til shundaqla insonlarning eng zo'r madaniyat boyligi. Biz tilni har bir millat tarbiya qilgan vaqtimizda til shu millatningki obrazi. Shu til shu millatningki jon tumri. Shundaqla til shu millatningki bayrog'i bo'ladi. Uyg'ur tili güzel hem fasahatli tildir. Çünkü aşı çoğu tillarda yazılgan klasik eserlerinin hemmisi, yani din, felsefe, tarih ait eserler, hazır zaman en ilgari fendehlik ait eserlerini biz Uyg'ur tilida to'liq, mükemmel, tushunishli qilib ifodalab berdik. Hatta hazır davrdagi raqamli uchur vositalari, radyo, televizor, tor, telefon usullarını Uyg'ur tiliga tez moslashadi ham rolini to'liq joriy qildira oladi. Bizning Jungoda hozir 56 millat bor. Yezigi bor millat 20 ga boradi. Bularning ichida faqat 3 millat telefon uchuriga o'zining yezigini kirgizadi. Oldindan Xanzu yezigi kirib, keng ko'lamda umlashdi. Orqada agishib Uyg'urlarmi Uyg'ur yezigini telefon uchuriga kirgizadi ham umlashtiradi. Texi yaqinda bulturdan boshlab Zangzo yezigimi bu telefon uchuriga kirishga boshladi. Hozir Jungoda 700 Xanzu olim Uyg'ur tilini tadqiq qiladi. Ular yilda Uyg'ur tili haqida nurg'un kitoblarni yozadi. Dünyada hozir Uyg'ur tilini tadqiq qilgan va tadqiqot qilgan chet ellik tilshunos olimlarni 700 dan oshadi. Ularmi yilda har yil yozilgan kitoblar, nashr qilingan Uyg'ur tili haqida nashr qilingan kitoblarmi 100 xilga boradi. Xinjiangda ajoyib zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Xinjiang tez taraqqiy qildi. Xinjiangning ma'rifi, Xinjiangning madaniyati tez yuksaldi. Uyg'urlarda zo'r bir turkum ziyonlar qo'shin yetildi. Uyg'urlarda san'at madaniyati tez taraqqiy qilib dunyoga yuzlandi. Uyg'urlarning kiyim-kechak madaniyati, turalg'u, o'ltiroq madaniyati, ishkir bozorlarni egalladi. Shundaqda dunyoga yurish qildi.
Uyghur tilimi şu yakında bir yan, 60 yılda bir yan ait tez terek kıldı. Beydi, mükemmelleşti, kılıplaştı. Ama başıncadaki baş tarakkatlar seçtiğin çağda Uyghur tilinin terakkiyat süreti biraz astı oldu. Uyghur tildeki tədqiqat qoşunu biraz aciz. Şunlaşqa Uyghur tilinin terakkiyatı Şinjan'daki baş tarakkatlarga ergişip mas qadamda bile terakkiyat bulanmadı. Ben oylasam, şu 20 yıldan bu yan her yıl neçə yüz xildan sərxil kitaplar nəşr qıptık. Uyghur tildeki her yıl nəşr qılan kitabımızın sani 1000 xilga barıdı. Lekin neçə 10 yıldan bu yan Uyghur tili haqqında mükemmel bir kitap nəşr qılmaptı. Ben bir neçə xadım bu sübütüm bilen bu işqa köngül bölünməgənligimdən nəhayət xijil boldum. Şundan dərhal mən Şinjan Üniversitetindeki profesör, tilshunos Arsa Efendi'ni izlep tepip Uyghur tili haqqında, az zaman Uyghur tili haqqında mükemmelrek bir kitap yazıp verishni tavsiya qildim. Arsa Efendim tezda qabul qildi hamda tezdan Ötürk'ün müşterisini teşkillep tez arada az zaman Uyghur degan bu kitapni yazıp tamamlap bizga topshirdi. Arslan Malim, siz Yari Abaydullah, Abdirim Rahmanlar birlik tuzib chiqqan hozirgi zamon Uyg'ur tili degan bu kitobdan Uyg'ur tilini o'rganishga, Uyg'ur tilini tadqiq qilish qiziquvchilar o'zi kerakli uchurlarni topa oladi ekan. Siz mush kitobning mazmuni va qurilmasi ustida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Endi buningki qurilmasini shunday o'rinlashtirishda birsi, ana shu bizningki keng Uyg'ur o'qirmanlarimizni tilshunoslik bilimlari va Uyg'urlarningki til yoziq tarixi bilan azdir ko'pdir bir tunish basa yoki shularningki tunishiga imkoniyat yaratib berish. Mana shuni nazarda tutdik. Mana shuning bilan biz bu kitobga boshqa kitoblarga sal o'xshamaydiganroq bir mazmunlarni qo'shdik. Masalan, buningda shu tillarningki klassifikatsiyasi yoki turlarga ayrilishi deymiz. Buningda asosan shu dunyodagi tillarningki morfologik aloyidligi, sintakslik xususiyati bo'yicha turlarga bo'linishi, tillarningki tuqqanchilik munosabati bo'yicha turlarga bo'linishi, ondan keyin tillarningki ijtimoiy o'rni yoki rol bo'yicha turlarga bo'linishi. Chunki bu bizningki Uyg'ur tiliningki dunyodagi tillar orasida qanday bir o'ringa ekanligini bilib olishimiz uchun foydali. Shunaqa. Ikkinchi bir narsa biz Uyg'ur tiliningki tarixini qisqacha tunishtirdik. Chunki Uyg'ur tili uzun taraqqiyot jarayonini boshdan kechirdi. Bir qancha davrlar bo'yicha taraqqiy qildi. Mushu davrlarning hammasini vaqt bo'yicha xronologik tartib bo'yicha turg'izib tunishtirdik. Her bir davrniki til alayidligini oddiy yig'inchoq qilib ko'rsatib berdik. Üçüncü bir narsa Uyg'ur tilininki shu taraqqiyot jarayonida boshqa tillar bilan o'zaro uchrashishi va boshqa tillarga ta'sir ko'rsatishi va boshqa tillarning ta'sirini qabul qilishi. Mush narsami endi Uyg'ur bir butun Uyg'ur tiliniki taraqqiyotida kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim bir halqa. Shuningga bu narsani kirgizdik. Undan keyin to'rtinchisi Uyg'urlarningki yoziq tarixi. Endi biz bilamiz Uyg'urlar tarixdan buyon ko'p xil yoziqlarni qo'llangan. Masalan, Urxun Ense yezig'i deymiz, qadim Uyg'ur yezig'i deymiz, Arab yezig'i deymiz. Bu yoziqni ham Uyg'urlar umumyuzlik qo'llangan. Bu yoziq tariximizni bir qisqacha tunishtirib o'tdik. Ondan keyin yana bir mazmun, buningki leksik qismida shu so'zlarningki stilistiklik roli, alayida ifodalash iqtidori qanday bo'ldi? Buni qisqacha tunishtirib o'tdik. Oltinchisi undan keyin Uyg'ur tilini tadqiq qilgan va tadqiq qilayotgan jungoluq, chet ellik olimlar va bularningki Uyg'ur til tadqiqotida singdirgan ajrlari, erishgan natijalari qisqacha tunishtirildi. Ondan keyin 7-ci bir mazmun shu etimologiya, ya'ni so'zlarningki kelib chiqishi va o'zgarish tarixini ko'rsatib beradigan mushunday bir fan bor. Bir tildagi har bir so'z asli bu so'z nimadan kelgan, qaysi tildan kelgan, buning dastlabki ma'nosi nima, keyin qanday o'zgardi. Mush narsani ko'rsatish. Bu hamda tilningki taraqqiyot jarayonini, bosqichlarini tushunishdan ahamiyatli. Shuningga biz men baydigandekidek birsi shu o'qirmanlarimizni shu til bilimlari va Uyg'urlarningki til yoziq tarixidan xabardor qilish uchun mush mazmunlarni kirgizdik. Endi
Abdurrahman akam kitobninki birinchi tomininki ish muqobisida milliy yezikdagi nashr buyumlari maxsus mablag'ga erishgan tur deydigan bir gap bor ekan. Hamda mushu mablag' orqali mush kitoblarda nashr qilishda hamda qanday xizmatlarni ishlaganligingizni bir deb aytgan bo'lsangiz. Tilshunoslar kitobni yozib bo'lgandan keyin bizga topshirdi. Biz darhol bir tarix hayiti uyushtirib, bu kitobni chiqdik. Shundan birga bu sohadagi tilshunoslardan ko'plab fikr oldik. Endi bu kitobni biz Abdumur rayonimizning nuqtali kitoblar planiga kirgizib, yuqoriga, ya'ni axborot nashr idorasiga yo'lladik. 2010-yili men Rais Nurbekga xizmat qilgan vaqtimda o'sha zaman o'rtali degan bu kitobni nashr qilmoqchi bo'lganligimizni, planimizni to'xtat qildim. Rais Nurbekni aka nəhayət yaxşı plan tuzibsizlar. Uyg'ur tiliga oid nuqtali kitoblarni ko'plab nashr qilish kerak. Uyg'ur tilining tadqiqotini kuchaytirish kerak. Mushu kitobga qanchalik pul ketsa bayli, doktor tezinglar, men tasdiq beraman. Kitobni tezdan chiqinglar deb bizga nəhayət zo'r ilhom berdi. Shundaqla bu kitobga maxsus kirish so'z yozdi. Biz andin bu kitobni yana mamlakatlik axborot nashr mahkamasiga davlatlik nuqtali kitob qilib yo'lladik. Bizga mush kitob uchun ularni qo'llab 540 million xarajat ajratdi. Shuningdek biz bu kitobni sifatlik ishlatgan materialni isil tanlab, muqovalarni alohida ishlab, ham teshiga ayrim qop ishlab, shunday ko'rkam nashr qildik. Men shunga mushkatni nashr qilish jarayonida bizga yordam bergan, mushkat yozib bergan tilshunoslarga ko'p rahmat aytaman. Bu kitobni nuqtali kitob qilib tasdiqlagan Abdurrahman axborot nashr idorasiga, Abdurrahman partiyasiga, xalq hukumatiga, yana Rais Nurbekga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Demak, gapingizga qaraganda hozir shu nashriyatchiligimizning bir oltin davri ekanda. Shunday. Nashr qilingandan keyin bu kitobninki endi shu madaniyat, ma'rif, teleshunos tadqiqot ishlaridan o'ynaydigan roli qanday bo'ladi dersam? Uyg'urlarda shunday kitob o'qiydigan, kitob o'qish qizg'inligi azaldan shunday yuqori bo'lib kelgan bizda. Endi ilgari adabiy asarlar doirasida cheklangan bo'lsa, ilmiy asarni o'qiydigan odamlar bag'ansir ko'paymoqda. Bu bizning madaniyat saviyamizningki eshiyotganligining bir ifodasi. Uni Uyg'urlar nəhayət isil bir tilshunoslik an'anasiga ega bir xalq. Hatto men shundaq deb ayta olaman, Uyg'urlarningki dunyo tilshunosligiga qo'shgan to'pisi olamshumul. Masalan, Mahmud Qashqari. Mahmud Qashqariyni biz yana dunyoda tillarningki o'zaro ta'sirini birinchi tadqiq qilgan olim deb qaraymiz. Sabab nima desa, Mahmud Qashqari shunday ko'z qarashni bayon qilgan. Bu so'zlardagi tovushlarningki mosliq munosabati, tuqqanchilik munosabatini aniqlashninki muhim sharti, lekin u zarur shart emas degan. Chunki tillar o'zaro ta'sir qilgandan keyin so'zlarda tovushlarning mosliq munosabati paydo bo'ladi degan ko'z qarashni shu vaqtda turib qo'ygan. Demak, bu ko'z qarashmi Yevropa olimlarining 700 yil burun bizda shunday bir yaxshi tilshunoslik an'anamiz bor. Ana shunday bir an'anaga xalq bir yangi kitob chiqqandan keyin buni albatta qiziqib o'qiydi. Bu bizningki kelgusimizda bu Uyg'ur tilini o'rganish, tadqiq qilish, Uyg'ur tilini to'g'ri iste'mol qilish yerda xili ijobiy rol bo'ladi deb qarayman. Bu Uyg'ur tili Uyg'urlar uchun xizmat qildi eng oldi bilan. U Yevropalik uchun yoki shu bizga so'z bergan xalq uchun xizmat qilmaydi. Uyg'ur tilining soati shunday to'liq ifodalab beradiganligida. Endi Abdurahmon aka hozirgi zamon Uyg'ur tili degan kitobning nashr qilinishi jamiyatda qanday ta'sir paydo qilishi mumkin? Biz deb o'tdik. Til insonlarningki aloqa quroli, tafakkur quroli dedik. Shundaqla bir millatning obrazi dedik. Men kichik vaqtimda xanjish bildigan odamlarni oz edi.
Ama uçağda çoğu tercümanlar vardı. Onlar tercümanlar hem köptü. Bu 1960, 70, 80 yıllarda dünyadaki hem Cumhuriyet'in nurgun eserler Uyghur tercüme kılındı. Mesela Cumhuriyet'in en zor klasik eseri Kızırak Çüş, Üç Başak Kıssa, Su Buyda, Garip Sayhat diyen kitaplar, bütün Luş'un eserleri Uyghur tiliga yuqori seviyeden tercüme kılındı. Bunun şu vaxtlarda bu kitabını okumağa adam yok. Hazır nurgu adamlar okuydu. Mesela bu kitabı oku adamların göz aldığınız şu kitaptaki güzel til, isil obrazda, xuddi kinoda göz aldığını ketmeydi. Çünkü yakınımdan Cungu bilen Türkiye'nin ki dostluk texim küçeydi. Hamkarlık texim köpeydi. Türkiye 2012 yılını Türkiye'de Cungu yılı qıp bekitdi. Türkiye hükümeti 2012 yıllık qılmış faaliyet üçün Cungu'nun en çoğun klasik eseri Kızırak Çüş, Garip Sayhat, Başak Kıssa, Su Buyda kitapını bular tercüme kılmak yoktu. Tercüme kılıp bu faaliyette bazar sanmak yoktu. Bular bu kitaplarını Xanzun tercüme kılımız dep bir yıl erişip nurgu yerde kiyinilip mezmununu düşünüp ketemey ahire bu tercümeden mağlup oldu. Türkiye'de İngiliz diline ait umumlaşkan. İngiliz diline ait zor tercümanlar var. Dünyadaki nurgun eserlerini ular İngiliz dilini tercüme kılgan. Hem İngilizce yazıp nurgun yazmışlar. Şunun bilen ular şu Türk kitabının İngiliz nüshasını tepip İngilizceden Türk diline tercüme kılmak yoktu. Türk diline tercüme kılış jarayonida ular qarasa bu eserdeki İngilizcedeki bu eserinin tercümesi düşünücük emas. Til taza chiroyli emas. Hem taza mükemmel, en nazik yerlerini tercüme düşünemegen yerlerini ular yugurib etgan. Mükemmel emas. Şimdi ular bunu bo'lmaydi deb buni tashlabdi. Keyin fransuz tilini tanlabdi. Fransuz tilidagi bu kitobni terjimasi deb undan terjima qilsa, yana o'sha shu qiyinchilik uchrabdi. Shu kunlarda ular shu Uyg'urcha Garip Sayhat, Qizvaq Tushish, undan keyin Uch Başak Kıssa, Su Buydaning kitoblarini ko'rib hayron qolibdi. Bu nima degan chiroq tarjima, bu nima degan mukammal tarjima, bu nima degan tushunish tarjima. Bo'ldi biz mushundan Uyg'ur tilidan tarjima qilamiz deb ular bekitib, 8-oyda Türkiye'deki bir çoğun neşriyatlığın başlığı öğrenci gelip men bilen görüştü, sözleşti. O aşı bizden aşı Türk kitabını görüp durup, kulak yapıp durup, Uygurca bu kitap güzel, çok güzel dedi. Bu kitap kılmayan nadir suyunup durup, tamıştırıp maktap getirdi. Biz Türkiye'deki neşriyatlığın şu Türk kitabını Türk tiliga tercüme qilish nashr huquqi haqida to'xtam tuzdik. Ular hozir şu Türk kitabını Uyg'ur tilidan tercüme qiladi hozir. Bularga bunday yarab ketish sabab biz tercümede Uyg'ur tilining nihoyatda shunday to'liq ifodalab beradiganligida. Hozir Şinjan'da milliy nashrchilik nihoyatda gullandi. Tarixdagi eng gullangan bir davrga qadam qo'ydi. Davlat Abdurrahman Partikom, xalq hukumati milliy nashrchilikni zo'r iqtisod bilan qo'llayapti. Lekin biz yo'qan eng cho'ng bir qiyinchilik tarjimon qarchiga yo'liqdik biz. Hozir xavfsiz bo'ldiq odam intayin ko'p. Hatto bizga yig'lar tarjima ketmaydi. Ammo bizga donliq tarjimon qolmadi. Ras. Ha. Biz yaqinda istatistika qilib chiqdik. Müş kitaplarını süpetlik tilaklar tercüme qilingan tercümanlarni istatistik qilaylik, orttirg'izaylik, ularni orttirg'izaylik deb istatistik qilsak, bizga butun Şinjan bo'yicha tilaklar loyiq kitap tercüme qilib beradigan odam aran 100 ga yetdi. Biz bir odamga bir kitobni qo'shtirsak, bir yilda aran 100 kitob tercüme qilaymiz. Bu budjetni o'rlanmayapmiz hozir. Bizga bu bir masala bo'ldi. Burun tercümanlarimizning har birisining oldida düvü lug'atlar turadi. Hozirgi yoshlarimizda lug'at ularga qansiz shunday to'q tushunmaydi. Loyiqli tushunmaydi. Lug'at kerak emas. Ular lug'at kerak emas. Ammo ularning tarjimasi kerak loyiq emas. Xuddi tuzi toza tetimgan ashtak kamsiz. Xuddi yani og'dirib qo'yib, so'ramsamgan shudigan yerdek o'ydong'ul. Yiqimliq emas. Endi biz buni sababini izlab baqdik. Men izlab baqdim. Bu nima uchun bunday bo'ldi? Burunqi bizning cho'nglarimiz ona tiliga noat tushgandik.
ana tiliga pishib qo'yg'achqa ajoyib go'zal tillarni bizga yetkazib berarkan, ifoda berarkan, tarjima qilib berarkan. Hozirgi bu yoshlarimiz xanzuligi intayin mukammal, lekin ana tiliga intayin kambag'al. Shunga ular ana tiliga toza voyda go'zal tillar bilan ifoda bermayapti. Biz hozir zamon Uyg'ur tili degan kitobni nashr qildik. Hozir zamon Uyg'ur tili kitobining nashr qilinishi Uyg'ur tilini payqashtirish, umumlashtirish, Uyg'ur tilining tadqiqotini cho'qlashtirishni tashabbus qildi. Uyg'ur tilining jamiyat iste'mol qiymatini ko'tarish, Uyg'ur tilining jamiyatdagi ijtimoiy o'rnini ko'tarishga zo'r turtki bo'ladi. 100 yilgacha o'zgarmaydigan bir imlomimiz borligini nima keltiramiz? O'rtaq tilga, go'zal tilga aylandi. Demak, bundan yanala ana tiliga pishliq bo'lishninki foydasi, ana tiliga pishliq bo'lishning ahamiyati, ana tilining ulug' yuksakligini tushunish bo'ladi ekan. Endi nurg'unlarimiz ham Uyg'ur tilini bilaman va yaxshi bilaman deb qaraymiz aslan ma'lumanda. Lekin qarasak, madaniyat ma'rif o'rinlarida bo'lsin, mayli jamiyatda bo'lsin, Uyg'ur tilini bilgan odamning hammini Uyg'ur tilini pishiq, Uyg'ur tilini tushunsa cho'nqir deb aytib bo'lmaydi ekan. Yana Uyg'ur tilini o'rganishga, uni tadqiq qilishga, cho'nqirlash to'g'ri kelganda endi. Unda bo'lganda qanday qilib endi shu Uyg'ur tilini texim yaxshi o'rganish, texim yaxshi iste'mol qilish, Uyg'ur tili tadqiqotini texim yaxshi cho'nqirlashtirgan yo'llar islaman. Bu Uyg'ur tili Uyg'urlarningki ana tili. Ana tilining saviyasi boshqa tildagi saviyani belgilay oladi. Ana tilni yaxshi o'rgansa, boshqa tilni yaxshi o'rgana oladi. Bu masalada hammadan muhim o'rin turadigan narsa til pozitsiyasi. Til pozitsiyasi. Bizning til pozitsiyasi deganimiz shu bir tilni o'rganishga bo'lgan qizg'inligi, bir tilningki ifodalash iqtidori, jamiyatdagi o'rni bo'lgan o'ziningki ko'z qarashi. Til pozitsiyasi bir yakka odam uchun aytgan vaqtida shu tilni yaxshi o'rganmasligini belgilaydigan narsa. Bir tadqiqot uchun yoki bir til loyihasini, til planini yoki tilning ma'lum bir prinsipini belgilaydigan bir organ yoki shu organdagi xodimlar uchun aytgan vaqtida til pozitsiyasi birinchi o'rinda turdi. Men bir narsani bak o'yladim. Uyg'urlar dunyoda ikki narsada birinchi ekan deydim men. Birinchisi o'zining e'tiqodini yangi ushlashdi. Bütün dünyada ba'd dinlarning asosiyatini hammasiga to'liq yoki qisman hammasiga e'tiqod qilib chiqibmiz. Shaman, Nestorian, Mani, Islom, Budda. Ikkinchisi yeziqdimi? Yeziq o'zgartishdimi birinchi. To'g'ri. Bu yeziqni bunchalik o'zgartish, har bir qatim yeziqni o'zgartgan vaqtida bir qatimdan savotsiz paydo bo'ladi. Endi men imloni o'zgartishdimi dunyo bo'yicha birinchi bo'lib qolmayli deb ansiraman, statistik qilmoqda. 48-yildan ta hozirgacha 7 qatim o'zgaribdi. Bu nima uchun bizning imloyimiz hozirgacha qiliplashmaydi? Bizda fors tillik o'qituvchilar bor. Ulardan so'rab baxtim men. So'rsam, fors tilining imlosi 1000 yildan buyon bir ta pashchikitim o'zgarmadi. Shundoq muqim. Bu yerdagi masala birisi til pozitsiyasi masalasi, yana birisi shu tilshunoslik nazariyalarini puxta egallash. Shu asosda shu ba'zi prinsiplarni belgilagan vaqtida til pozitsiya bilan birlashtirib, to'g'ri prinsip bo'yicha to'g'ri pozitsiya turib belgilamasak bo'lmaydi. Masalan, bizning imloyimiz nima uchun shunday o'zgardi? Bu yerda mening bilishimcha imlo bilan talaffuzni butunlay birlik keltirman degil bo'lmaydi. Hech qanday tilshunoslik kitobidan bu birlikka kelsin degan narsa emas. Imlo bilan talaffuz ikkisi ayrim bo'lsa, farqli bo'lsa hech kim bo'lmaydi. Dunyodagi nurg'un tillar shunday. Masalan, bu ahvol ingliz tili texnikada. 7-8 harf yozib qo'yib, bir bo'g'im, ikki bo'g'im qilib o'qiyverdi. Acaba ular birlik keltirmaydi ekan? Demak, bu bizningki tilshunoslik nazariyasini yaxshi egallamaganligimizning bir ifodasi. Undan keyin ba'zi prinsiplarni tuzgan vaqtida biz Uyg'ur tilininki imlosi Uyg'ur tilining imlosi ekanligini unutib qolsak bo'lmaydi. Bu o'zimizning tilining imlosi. Bu qandaqdir haqqi o'zimizning tilida, o'zimizning yezig'ida haqninki tilidagi so'zni to'g'ri ifodalab berish iqtidorimiz bor deganni nazar tutib ko'z-ko'z qilsak bo'lmaydi. Haq ko'z-ko'z qiladigan narsa emas. Bizda hozir shunday masala bor. Bu Uyg'ur tili Uyg'urlar uchun xizmat qildi eng oldi bilan.
u Yevropalik uchun yoki shu bizga so'z bergan haq uchun xizmat qilmaydi. Ma nuqtani tushunish kerak. Buningda til pozitsiyasi bor. Men bunda anglab baksam, nayt jiq inkas vajimiyet. Mayli, tuzayli, o'zgartayli, lekin endi oxir qitdim bo'lsa. Hech bo'lmasa bir 100 yilgacha o'zgarmaydigan bir imnoni biz barliqqa nima keltirolmaymiz. Demak, endi Uyg'ur tilini haqiqiy yaxshi taraqqiy qildirman desak, yaxshi o'rganman desak, eng muhim masala til pozitsiyasini to'g'rilash. Uningdan keyin til mahoratini egallash, tilning qoida-qonunlarini bilish, tilni bo'yicha ish ko'rish. Shu tadqiqotlarga qanchalik jiqligini ko'rsatdi, oz ko'pligini ko'rsatdi. Tutiyadek qadrlab saqlashini orzu qilaman. Endi Arslamadan mush kitobninki 3-tomining oxirida shu foydalanmalar ko'p va har xil ekan. Masalan, buningda Uyg'ur tilidagi foydalanmalar 97 ekan. Xanzo tilidagi foydalanmalar 52 ekan. Chat el tilidagi foydalanmalar 292 ekan-da. Bu meni hayron qoldirganda mushuningdan biz nimani his qila olamiz Arslamadan. Buningdan nimani his qilamiz degan vaqtida shu Uyg'ur til tadqiqotida qo'l keltirgan natijaningki oz ko'pligi mushuningdan bilinib turdi. Uyg'ur tili yolg'iz Jungoda, Şinjan'da Uyg'urlarning aloqasi quroli emas. Bu nəhayət zor mədəniyyət yaratqan bir til. Şunda bo'lganligi uchun dunyo Altayşunasligi bo'lsin, dunyo Türkologiya sohasida bo'lsin, Uyg'ur tilidan halqib o'tib hech qanday bir yig'in ochilmaydi. To'g'ri. Bir madaniyat. Men necha qatim shu chet ellarga bir yig'in qatnashdim. Uyg'urlarningki tili, yezig'i tili ilmagan bir yig'in bo'lmaydi. Hammamiz asosli markaz Uyg'ur tili yezig'idir bo'ldi. Mushundan biz ko'rsak bo'ldi, bu nəhayət muhim bir til. Shuning uchun bu chet ellarda tadqiqot minoyat cho'nqur, tadqiqot qo'shinimiz zo'r, tadqiq qiladigan o'rinlarimiz ko'p, dangliq tilshunoslar minoyatijiq. Foydalanmaninki oz ko'pligi shu qaysi davlatda shu tadqiqotlarga qanchalik jiqligini ko'rsatdi, oz ko'pligini ko'rsatdi. Abdurahmonga siz shu nashriyat sohasida ishlagan uzun yillar bo'ldi. Mush sohada sizning to'plagan muayyan tajriba, xosliklaringiz bor endi. Shularga albatta kerak sizningki shu hozir yetishib chiqayotgan nashriyatchilardan, tahrirlardan, tarjima tilshunoslardan kutilgan orzu talablaringiz bor deyman. Hozir Uyg'ur tili tadqiqot qo'shinbek ojiz. Necha 10 tilshunos bilan Uyg'ur tilini umumlashtirish, qiyinlashtirish, beyitish, tadqiqotni cho'qlashtirish mumkin emas. Men hukumat organlaridan, ma'rif organlaridan shu azamon Uyg'ur tili o'qitishiga texmi keng ko'lamda e'tibor berishini, bo'pmi shu Uyg'ur tadqiqoti, Uyg'ur tili tadqiqotida shug'ullangan bir qo'shinni tezdan tarbiyalab chiqishini orzu qilaman. Yana bir arzuyim, hamda har bir til shu millat a'zolarininki o'z ona tiliga kuyinishi, suyishi, uni beyitishi, ham shundaqda uniki jamiyatga iste'mol qiymatini oshirishi bilan o'rtaq tilga, go'zal tilga aylandi. Shundaq. Men bizning shu qarindoshlardan shu Osmon Uyg'ur tilini oilada, maktabdagi jamiyatga ijtimoiy o'rnini ko'tarish uchun mush kitobning kengdan o'qishini, mush kitobni oilada bir tutiyadek qadrlab saqlashini orzu qilaman. Kitob qalbni poklaydi. Kitob ruhni tavlaydi. Kundalik turmushdagi nurg'un g'alliqashda, nurg'un aqmiqani ishlar, har kun o'qib turgan yaxshi kitoblarimizning ta'sirida muz o'tni erib tugagandek barqansir erib tugaydi. Qadrli ko'rman do'stlar, kitob bilan bo'lgan rishtimizni yanama chingitadigan bir kitob bir olam programmasini ko'rganingizga rahmat. Kelarki san programmamizda yangidan yangi suhbatlar davomli huzuringlarda bo'ladi. Xayr xo'sh.